Allah Qur'oni Karimda aytadiki, butun insoniyatga nido qilib. Qur'onda nido oyatlar juda ham ko'p. Nido degani chaqiruv. Payg'ambarimiz alayhissalomni o'zlariga alohida xos nido qilinadi. Masalan, ya ayyuhan nabiy deb, ey Allohning payg'ambari deb keladi. Mo'minlarga nido keladi, ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar. Kofirlarga nido keladi Qur'onda, ya ayyuhallazina kafaru, ey kofirlar, kufr keltirganlar deb nido keladi. Shuningdek, butun insoniyatga ham alohida nidolar kelgan. İnsoniyatga aytilgan nidolardan bittasi mana shu Baqara surasining 168-oyati. Alloh aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nas, ey odamlar, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Sizlarga yerdagi halol pok narsalarni tanovul qiling. Yer yuzida sizga berilgan ne'matlardan halol pok narsalarni iste'mol qiling, tanovul qiling. Va la tattabi'u xutuvati shayton. Shaytonni yo'liga ergashmang. Shaytonni izidan yurmang. Innahu lakum aduwwun mubin. Albatta u sizlarga ochiq dushmandir. Ushbu oyati karima butun insoniyatni rizqni halol yeb, halol kasb bilan yashamoqlikka chaqiryapti. Va shaytonni yo'liga ergashmang deb Alloh tugatyapti va u shaytonni dushmanligini aytyapti. Demak, shayton insonlarni doimo haromga intiltiradi. Harom nima o'zi? Harom bu Alloh qilmang shu ishni degan ko'rsatma. Alloh qilmang shu ishni qilmang degani yeyishdan bo'lsin, amaldan bo'lsin, mana shu ishni qilishlik harom degani demak taqiqlangan. Shayton badbaxt insonga ayni mana shu narsani chiroyli ko'rsatadi. Gunohlar chiroyli ko'rinadi. Savoblar odatda insonning ko'ziga yaltirab ko'rinmaydi. Shuning uchun Alloh taolo butun insoniyatga nido qilyaptiki, ey odamlar, sizlarga rizq berilgan narsalarni halollarini yenglar. Halol yenglar. Shaytonning yo'liga yurmanglar. U sizlarga dushman deyapti Alloh taolo. Shuning uchun ham halolning eng yaxshisi azizlar mana shu halol mehnat qilib, halollik bilan kun kechirish, bola chaqamizni boqishlikka harakat qilib, ularni yegizishga harakat qilar ekanmiz, shuni halolini topishasizlar.